Assalomu alaykum o'rtoqlar. Joni-zamonmi, sog' salomatmisiz? Bizni bu safargi sayohatimiz Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi eng baland sharshara hisoblangan Paltau sharsharasida bo'lib o'tadi. Demak, biz boshladik. Mehmonlar kelishibdi. Hindistonlik. ابو عباس الله يا سيد Yoni mana bunaqa beton qilinishiga sabab suvni tezligini sindirish. Chorvoq suv ombori. Suvni tiniqligini qarang. Juda chiroyli, ko'k bo'lib turibdi o'zi ham. O'rtoqlar, mana to'g'rimizdagi qishloq Burchumilla qishlog'i. Yonidagi qishloq Yakkatut qishloq hisoblanadi. Chorvoq suv ombori 3 ta ko'prikdan iborat. Birinchi ko'prik mana bu soyning ichiga joylashgan. Ikkinchi ko'prik mana to'g'rimizga joylashgan. Uchinchisi mana bu daraning ichiga Nanay tomonga joylashgan. Nanaydan o'tib Piskom tomonga chiqib ketiladi. Toshkent xaritasini bilsanglar, mana bunaqa holatda turadi, ingichka uzun bo'lib turadi. Mana shu boshlangan qilsa, mana shu ingichkani boshlangan joyi mana shu birinchi ko'prikdan boshlanadi. Mana shunaqasiga davom etadi. Bu yog'i orqa tomonimiz, o'ng tomonimiz Qirg'iziston Respublikasiga qaradi. Mana shu oq tog'larning u yog'i Qirg'iziston, qo'shni Qirg'iziston Respublikasi hududiga kiradi. Biz bormoqchi bo'lgan Paltau sharsharasi esa mana shu Burchumilla qishlog'ining o tepaliklarning orqa tomoniga joylashgan. Mana bu soyning ichiga biz o'tkela bordik. Ko'k suv yorig'i mana shu daraning ichiga joylashgan. Bundoq aylanib keyin bu tomonga o'tib ketilsa, Nanay tomonga, ya'ni Piskom daryosi bo'yiga, Piskom qishloqlari tomonga o'tib ketiladi. Mana shu yo'l bilan sekin chiqib kelyapmiz. Bilasanmi? Aytishlaricha, dalani narigi yog'ida, yam-yashil o'tloqning etagida, ko'k o'rmon ortida bitta tepalik bormish. Mana shu pastdan chiqib kelib, bu yog'iga, bu tomonga qarab qayrilamiz. O'ngga qarab qayrilamiz. Obir Ahmad g'ori 4,5 kilometr. Paltau sharsharasigacha esa 4 kilometr. Ugom Chotqol davlat milliy tabiat bog'i. Yo'limiz tepaga qarab davom etadi. Uzun to'lov bor ekan, 21 mingdan kishi boshiga to'lovlarni qildik. Safarimizni davom ettiramiz. Yangi qurilgan GESlardan bittasi Quyi Chotqol GESi. Yaqinda qurildi. Mana suvi hali yaxshi tiniqlashmagan. Mana o'ng tomonimizga suv yig'ilib turibdi. Hali loyqalanib yotibdi. Mana shu yo'limizning oxiridan chapga qarab chiqib ketamiz. Chuqur Aqsuv sharsharasi joylashgan. Mana suv omborining to'liq ko'rinishi. Kichik suv omborlardan bittasi. 15-iyun quyosh yaxshi tushmagan joylarga hali qor erib ulgurgani yo'q. Qor bor hali ham. Endi bu yog'iga bizning yo'limiz mana shu yerda ko'prik joylashgan. Mana ko'prik. Mana shu ko'prikning oldidan chapga qarab chiqib ketamiz. Chuqur Aqsuv sharsharasi. Ya'ni o'zbekcha nomi Kelin Fata deb nomlangan sharsharamiz mana shu daraning orasida joylashgan.
Borishni o'zi chiroyli bor. Bu yog'iga bizga ruxsat yo'q endi. Bu tomonga bizga ruxsat bor. Bu tomonga qarab ketamiz endi. Mana bizga o'xshagan qiziquvchilar ham bor. Bu o'zi ham dara oralab borish kerak ekanda. Tomoshabob joy ekan. Qanaqa joydan chiqib kelayotgan bir ko'rsatay sizlarga. Ha, tepaga oppoq qorlar mana turibdi hali. Bash darani orasidan chiqib kelyapman. Bash darani oralab, suv yoqalab sekin chiqib kelyapman. Osqonli Sharsharaga. Mana Sharsharani ham topdik. Bir 35-40 metrli atrof bor. Bu chiroyliligini qarang, o'zi ham yoyilib, suvda hovuri kelib yuzimga uryapti. Chiroyli, ha? Alloh yaratgan mo'jizalari-da bu. Kerak ko'rsa bo'ladimi? O'zi ham baland joyiga chiqib oldi. To'liqligicha ko'rinadi atrof. Mana bizga o'xshagan qiziquvchilar ham bor. Yolg'iz o'zim emas. Bash dara bo'ylab kelinar ekan. Tor dara. Atrof chiroyli. Chuqur Aqsuv sharsharasi. Hayvonlardan ehtiyot bo'ling. Yirtqich hayvonlar bor deb yozilgan. Paltov sharsharasiga borish yo'liga tushib oldik o'zi. Nima bu? Simichka gulmi? O'xshar ekan-a? Mana shu yo'lni uzoq boradi. Mana shu yo'l bo'ylab ketaveramiz. Mana shu pastdan aylanib chiqib kelyapmiz. Tog'lar chiroyliligini qarang. Mana shu yerga bitta baland ko'tarilish bor ekanda, mashinaning tagi tegar ekan.
Lekin podarkaga olgan yo bir qiynalib olmagan odam bo'lsa haydasa bo'ladi, amallab chiqsa bo'ladi. O'rtoqlar, tabiatni qaranglar, tog'larni qaranglar chiroyliligini. Maza. Havo ham toza bor. Mana bu gullarning hidi, mana bu o't o'lanlarning hidi shunday chiroyli bir hid berib turibdi bor. Mana bu bitta uy bor ekan. Zo'r joyga joylashgan ekan bori. Paltov sharsharasigacha 3200 metr. Kichik Paltov sharsharasigacha 4900 metr. Biz Paltov sharsharasiga boramiz. Ham yaqin ekan. Ham yo'li ham yaxshi. Kichik Paltov sharsharasiga borish uchun esa mana bu tomonga qarab, o'ng tomon bilan chiqib ketish kerak ekan. Sal tepalikka chiqilar ekanda, biz mana shu Paltov sharsharasiga boramiz. O'rtoqlar, tabiatga o'zingizlar bahoni beringlar. Maza qilib, tomosha qilib chiqib kelamiz. Ov qilish taqiqlanadi. Biz ov qilmaymiz. Biz tomosha qilsak bo'ldi. Mana shu daraxtlar orasida bitta uycha bor ekan. Yonida asalarilar bor. Mana asalarilarni ko'rsataman sizlarga. Nima deysiz bu bilan? Bu katta o'ylar bu. Ular kichkina o'ylar. Endi uy qurayotganlar. Bularmi? Ana. Mana bunaqasi kam-ku. Bu asal hozir qayerga yig'adi bular? Asal mana bunga yig'adi. Mana shu yoniga asal yig'adi. Mana buni ichiga soladi, o pastda mana shuncha joy bor. Mana shuncha. Uy bor, ana shu uyni ichiga soladi asalni. Ana. Ko'rding mana oq ana shu asal olib kelyapti. Ana yoniga turganlar ya. Qasa ana shunaqa mana. Ko'rdingmi? Mana. Mana shu yerga asalni olib kelib yig'ar ekan. Mana. Ana ikki Ana mana yonidan teshikdan kirib chiqishadi. Bu bir-birining xonasiga kirib ketmaydi bu asalarilar. Bittasi bitta ashibga qilmaydi. O'zini uyiga kelib qo'nadi bular. Bu askarlar qo'ymaydi bir-birini nima uyiga kirishga. Begonasini qo'ymaydi. Yo'q, qo'ymaydi. Mana qora nima bormi? Qovoqmi nima deysizlar? Katta. Shuni kirgizmaydi bu ishga.
Bitta begona hasharot ham kirmaydi buning ichiga. Askarlari bor-da. Ha, askar, Qo'riqchisi bor askar o'zini. eshikda poylab turadiganlari bor ichida. Bitta onasi bo'ladi. Shu ona tuxum qo'yadi, uni ishi shu, uni ichida. Bola ochadi, bo'ldi. Uni boshqa qiladigan ishi yo'q. Keyin qo'ng'izlari bor, erkaklari. Ular nima ish? Ular bolani ventilyatsiya qilib turadi. Shamol berib turadi. Isib ketadi-ku, shamol berib turadi. Ularda xizmat ko'p. Ana pista. Pista daraxt. Zo'r meva qilgan ekan. Yengil mashina bu yog'iga kelishi juda qiyin. Velislar ham mana shu joyida sal qiynalar ekanda. Va tepaga qarab chiqib ketilar ekan. O'rtoqlar, bu tog'larni qatlam bo'lib ketgani qarang. Allohning musavvirligini ko'rishimiz mumkin bu yerda. Har narsaga har xil shakl beradi. Qarang, shunday qatlam bo'lyapti. Baş daraning orasidan yuramiz endi. Shu o'ngga qayrilsak, o'sha sharsharaga yetib keldik endi. Shuna hisoblab turibmiz, bilmadim endi. Bash suv yoqalab kelyapmiz-da. Qampda bitta g'or bor ekan. Qan qaraylik-chi. Kattami, kichikmi? Va bu suvni tomib turishini qarang. Tepasi quruq. Mana tepasiga g'or joylashgan. Chiqib olay, ichkarini yana ko'rsataman. Mana g'or. Bu g'or emas, menimcha tunnel bo'lsa kerak. Oxiri bor-da, bu tupik. Ichi mana shu holatda tunnel. Ana hozir yurib ko'rsatay sizlarga. Qop-qorong'ida qo'limga fonarim yo'q, hech narsa ko'rinmayapti. Chiroyliligi qarang. Bu qanaqa gulukini bilmadim, lekin uni tanasini qarang. O'rtoqlar, sharshara oldiga yetib keldik. Mana chap tomonimizda sharshara. Sharsharaga kelsangiz, mana shunaqa tapchalar qilingan. Bemalol o'zingiz bilan yeguli narsani olib kelib, yeb, ichib, damni olib ketsangiz bo'ladi. Hamma sharoitlar, suv deysizmi, mana buroqlar chiqib turibdi, chashmalar bor. Sharoitlar yetarlicha sharoitlar. Kelib dam olib ketsangiz bo'ladi.
Mana va nihoyat Paltao sharsharasiga ham yetdik. Bizda bilasizlar, qiziqish ustun keladi. Sharsharani ustidan ko'rsatmoqchiman. Ustiga chiqib tomosha qilmoqchiman. Sharsharaning orqa tomonlari. Mana sharsharan tepa tomoni mana shu. Ham oyog'im toyi juda qumloq ekanda. Pasti bilasiz qanaqa zog'ligini. Qum toyadi, o'shaning uchun borish sal xavfli ekan. Yaqindan ustidan borib ko'rsatmoqchi edim. Mana mana shu yerdan tikka tushadi suv. O'rtoqlar, Ugam Cho'tqol tog' tizmasida joylashgan Paltao sharsharasiga bo'lgan sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yana O'zbekistonimizni so'lim go'shalarida ko'rishguncha xayr. O'zinglarni ehtiyot qilinglar.